Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mustafa Uz kanalini ashaddiy obunachilari, akalar, ukalar. Sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, xudo xolasa bugunga yaxshi partiya qo'ylarimiz yetib kelgan akalar. Biz o'sha arzonchi Qahramon xonadonlarga kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Qahramonjon, xudo xolasa yangi partiyalar olib kelib oldingizmi? Zo'rlardan yetib kelibdi, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Ekrandagi baqib turgan yeridan oldik hozir. Hurmatli obunachilar, mana soni bugunga nechta partiya chiqadi Qahramon? Bugun 3-4 partiya qo'yimiz bor. 3-4 partiya qo'yimiz bor, xudo xolasa bugunga. Ha, havoyimiz sal yomg'ir yog'ib turibdi. Shuning uchun yeb ichishlari hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Ikkita ekazagi ham bor mana. Ikkita ekazak. Ekazak. Beydoz nechta so'liq, nechta qo'chqor? Qahramon? 5alasi ham qo'chqor, so'lug'i yo'q. So'lug'ini ichiga oxirgi partiyada chiqarib bergan. Ha, 5alasi ham qo'chqor a beyda. 5alasi ham qo'zi. 5alasi ham qo'zi qo'chqorlar, hurmatli obunachilar. Qaranglar, xudo xolasa zo'r variantdagilari yetib kelibdi. Hammasi qo'zi qo'chqor. Tish buzg'ani yo'q-a, hammasi qo'zi hali. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa zo'r. Xo'p, 3 partiya bo'lsa bugunga pullari qanaqa Qahramon bo'ladi? Pullarini 4,5 dan qilib beraman. 4,5 dan. Ha. O'ta arzon. O'tib ham beraman Telefon qilgan odamga xudo xolasa o'tib ham beriladi. Hurmatli obunachilar. Qayerga o'tib beraman. O'tib beradi xudo xolasa. Xo'p. Mana qo'ylarimiz yaxshilab ko'rib olaverasizlar. Kichkina qo'y emas, hurmatli obunachilar. Qo'ylar 75 chiqadi, xudo xolasa 75 ga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Xo'p, endi keyingi partiyamizni olib chiqamizmi? Keyingi partiya Qo'rada hali qilamiz. Qo'rada olaveramiz, a? Bo'ldi. Xo'p. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, akalar, mana o'pitumchi akalarimiz qo'ralardan qo'y chiqaring degan akalarimizga mana qo'ylar zo'rlar yetib kelibdi akalar, xudo xolasa. Mana soni ko'p, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar ma'qul kelganiga, hurmatli obunachilar. Mana Qahramonjon xonadoniga keldik qo'ralarga, xudo xolasa. Qahramonjon, charchamang. obunachilar. Mana Qahramon. Sog'lomlar, charchamang. Obunachilarimiz ko'p so'rashyapti, ana shu Qahramonni qo'ralardan qo'y chiqaring, arzon chiqaryaptilar deb. O'tgan safar qo'ylarimizni ham sotib yuboribsiz, xudo xolasa. Xudo xolasa qo'ylar ketdi, yangi partiya. Yangi partiyalar kelibdi. Soni nechta bu qo'ramizda Qahramon? Soni 5 donadan bu qo'ralarda. Soni 5 ta. Bo'lib qo'ygan, ha. Ikkita tish yorg'ani bor, qolgani qo'zi. Ikkita tish yorg'ani bor, qolgani qo'zi, hurmatli obunachilar. Shu ham chash. Kalta sulta qo'ylar emas. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylar zo'r, xudo xolasa. Azizatini ham ko'raman. Haqiqiy bo'ladigan variantlardan ekan-da, hurmatli obunachilar. Janobatlar. Mana tishlari qo'zi ekan. Bo'ylarni 80 ga olishaveradi bular, xotirjam. Bular 80 a bo'ylar. 80 ga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shu qo'ramizda birinchi qo'ramiz, hurmatli obunachilar. Badani ham semiz, yeb turgan so'q. Ha, haqiqiy zo'r ekan, badaniyali semiz ekan. Endi ikki tishga o'tdi. Ikki tishga o'tibdi mashinasi, hurmatli obunachilar. Yana bitta eshagi bor mana. Xo'p, Ham dumdolari ham dahshat. bo'ladigan qilib, arzon qilib narxini aytingchi mana shu qo'rani. 4 million 700 mingdan xayriga o'tib beraman. 4 million 700 ming xayriga o'tib berasiz, xudo xolasa. Dastlabkilarimiz nima bo'ladi? Dastlabkilar kelishamiz. Kelishamiz, dastlabkilar. Vodiy bo'yiga tekin. Vodiy bo'ylab tekin. Tashkillarga kelishamiz. Nimaga desangiz, men arzon qo'yapman-da qo'ylar. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi buni qo'ramizga o'tamiz. Ikkinchi qo'ramizga. Bu qo'ramizda ham xudo xolasa zo'rlardan kelibdi. Badani ham bu. Badanlari ham xudo xolasa yaxshi variantdagilardan ekan, hurmatli obunachilar. Eksondan xotirjam o'tkazaveradi bu. Qani? Qo'yda qarang, hurmatli obunachilar, dumbar azizlar. Dumbalari bitta like bosib hurmatli obunachilar. Mehnatimizni qadrlab, xudo xolasa. Like bosib otanga rahmat deb. Ha, kommentariyaga yozib fikrlarni qoldirib ketinglar. Bozordan bermaydan narxlar qo'yib beraman. Mana. Mana qo'y badanni ham ushlasamiz. Niq bitta eksonda ham xotirjam o'ta chiroyli ekan hamda qo'yamiz bu qo'ylar. Qo'zi ha. Mana. Tishlari ham Ishonch hosil qilinglar. Qo'zi, hurmatli obunachilar, ha. Xolasa yaxshi. Xo'p, bu partiyamizni pulini aytingchi endi. Arzonroq qilib aytingchi. 4,5 dan. Ha. Bo'larmi yo ozmoz o'tib berasiz? Ben beraman. 4,5 Telefon qilaverasizlar, ha. 4,5 dan xayri bor, xudo xolasa, hurmatli obunachilar.
aloqaga chiqaverasizlar. Tezlik bilan. Hop, hurmatli obunachilar, 3-qo'ramizga o'tdik mana. Xudo xolasa bu yerda ham sariqlaridan deysizmi, olalaridan deysizmi, qora kashtallaridan deysizmi, hammasidan bor ekan. Hamma turidan bor ekan bu qo'ramizda. Qo'ylarni qara. Qo'ydi qarang hurmatli obunachilar. Zo'rlaridan. Qo'chqor hammasi hurmatli obunachilar. Hammasi qo'chqor. Xolasa mana. Ikkita egizchisi ham bor. Ikkita mana o'shancha egizchilarni, egizchilar. mana egizchilarni qarang hurmatli obunachilar. Ikkita egizak. Mana ikkovi egizak. Mana shu ikkalasi egizak ekan hurmatli obunachilar. Mana bularni baxsa haqiqiy bo'ladigan qo'ylar ekan-da. Yeb ichishlariga muammo qilishmas. Yeb ichishlar sinovdan o'tdi, xudo xolasa yeb ichishlari. Yeb ichishi. Sog'lomliklari zo'r, xudo xolasa hurmatli obunachilar, yeb turgan qo'ylar. Bir hafta kafolatini beradilar. Sinov olaverasizlar bemalol ag'dan. Mana qo'ylar ko'r. onasi ham katta ekan, mana shu qo'yimiz, mana. Bu qo'y ham katta. Hali qo'zi. Qo'zim hali, qani? Hali qo'zi ekan hurmatli obunachilar. Mana. Qo'zi variantdagilardan. Zo'rlar. Badani ham semiz. Badani ham semiz, xudo xolasa. Xo'p. Pullarichi endi qahramon hamma gap, hamma joy pulida, xudo xolasa pulga ish qo'zg'oladi-da obunachilarimizdan bo'ladigani puli. Qo'yib ko'rsatganimiz bilan Bunalarni ham 4,5 dan qo'yarman dedim. Aslida bu yerda qo'y suv qo'yib ketdi. Hozir manib turing. 4,3 mingdan obunachilarimizga 4 million 300 mingdan tanlab olishi ham, xayri ham bor, xayri oz bor, o'tib beraman. xudo xolasa tanlab olish. Tanlab olib ketdi. 4 million 300 mingdan obunachilar tanlab, xudo xolasa olib ketaverasizlar. Bizda u 5 qoldi, mana deb qo'yamiz. Ozmona qo'yamiz, sotamiz. Xudo xolasa. Maqsad sotish. Arzon, xudo xolasa qo'ylar hurmatli obunachilar, aloqaga tezkorlik bilan chiqasizlar. Mana hurmatli obunachilar, birinchi qo'ramiz. Birinchi qo'ramiz narxi necha bo'ladi qahramon? 4 million 700 ming so'm birinchi qo'ramiz narxi hurmatli obunachilar. Ikkinchi qo'ramiz narxi 4,5 million so'm. Bunisi 4 million 300 ming. 4 million 300 mingdan tanlab olib ketaverasizlar. Xayriga o't berishadi hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingi partiyalarimizga qanaqa qo'ylar chiqadi? Keyingi partiyam 4 dan 5 ta sariq sovlig'imiz bor. Bo'g'oz. Bo'ldi. Ketdi, yo'masa shularni olib chiqamiz. Ovoz sozlab. Mana akalar sariq bo'g'ozdan so'ragan akalarimizga mana qahramon 4 dona sarig'idan. Dostonjon. Yaxshimisiz? Bu 4-partiyamiz edi xolosa bugungi. 4-partiyamizga 5 dona. Bitta qorasi bor ekan-a? Bitta qorasi bor, 4 dona sarig'i. 4 dona sarig'idan matlab bunaqa. Naqd bo'g'ozlardan so'ragan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yeb icharlari xudo xolasa mana yeb turibdi. Yoshida. Tishlari qanaqa? Mana qo'zi, bittasi qo'zi. Bittasi qo'zi. Bittasi 2 tish. Bittasi 4 tish. Bitta 8 tishi bor. Bitta mana shunisi 8 taga o'xshab turibdi, mana shunisi 8 ta. Qolg'oni 2 tish. Qo'zi. Qo'ydi. Naq bo'g'az. Tug'oy deb turibdi bu yelindan. Mana. Tishlarni ko'rsataylikchi. 2 tish. 2 tish. Hurmatli obunachilar. Monasini shu yancha ashinisini. Chiqma qachonlar. Qo'zi ekan mana shunisi. Qo'zi mana, qara. Bo'ylari Chorsda qo'ylar, jichchi. nechiga beramiz? 80 chiqadimi bo'ylari? 80 plus 80 a? 80 80 ga beraver. 80 ga olaversinlar. 75-80 ga olaverasizlar hurmatli obunachilar mana. Xudo xolasa yuzlari o'ta tiniq hammasiniki. Bitta 8 tish, bitta qo'zi, 2 tish, 4 tish xudo xolasa hurmatli obunachilar. Pullarini necha puldan deymiz endi bularni? Pullarni 5,5 dan deymiz. 5,5 dan. Ha. Ozmas xayri bor. Xayri bor. Telefon qilgan akalarimizga ozmas xayrini qilib berasiz. Dastlabkilari buni qanaqa bo'ladi? Toshkentga da bor. Dastlabki unga kelishamiz. Toshkentga da besplatni undan u yoqqa kelishgan holatda hurmatli obunachilar. Mana videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qolsanglar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bo'pti. Like'larni gumbillatasizlar hurmatli obunachilar, videomiz yoqsa.